Tanaffus paytida yo'qolib qolardim. Yorqinxo'ja Umarovga otasining yo'qligi har qadamda sezilardi. Boisi kichik oila ko'plab moddiy qiyinchiliklarga uchrar, onasi san'atdan ketganidan so'ng oilaning tirikchilik manbasi ham uzilgandi. Onamdan biror marta pul so'ragan bo'la emasdim. Bersa olardim, bermasa pulim yo'qligini aytmasdim. Tanaffus payti yaqinlashishi bilan yo'qolib qolishga harakat qilardim. Chunki sinfdoshlarim oshxonaga borib nimadir xarid qilishardi. Hatto ularga ham pulim yo'qligini bildirishni istamasdim. Juda ko'p moliyaviy qiyinchilikka uchraganmiz. Shu bois 4-sinfdan boshlab ishlashga qaror qilganman. O'sha paytlarda simyog'och va ko'p qavatli uy eshiklariga e'lonlar yopishtirilardi. Men ham shunday ishga joylashib pul ishlaganman. Piyoda yuraverib oyoqlarim og'rib ketardi, deydi xonanda. Ichki ishlar xodimi bo'lishni istamadim. Zohida Umarova san'atkor bo'lsa-da, o'g'lining ham shu kasbni egallashni istamaydi. U Yorqinxo'ja otasi kabi ichki ishlar xodimi bo'lishini orzu qilardi. Onam ichki ishlar xodimi bo'lishim uchun rosa harakat qilgan. Avvaliga onamning qarori to'g'ridir deb bilganman, ammo baribir ichki xohishimga qarshi chiqa olmaganman, deydi xonanda Yorqinxo'ja Umarov. Rus va ingliz tilini bilaman. Xonanda xorij tillaridagi qo'shiqlarni ham ijro etadi. U xorij tillarini biladimi? Bolaligimda o'zbek maktabda o'qiganman, ammo rus millatiga mansub do'stlarim ko'p bo'lgan. Keyin oliygohning rus guruhida ham o'qidim. Bolalikdan esa ingliz tilini o'rganishga harakat qilganman. Hozirgi kunda rus va ingliz tillarida erkin muloqot qila olaman, deydi xonanda Yorqinxo'ja Umarov. Yorqinxo'ja nimadan qo'rqadi? Xonandaning fobiyasi bormi? U nimadan ko'proq qo'rqish haqida ham aytib o'tgan. Yoshligimda tomga chiqqanimda baland panjarali joy turgan ekan. Balandlikdan yaxshigina qo'rqqanman. Nima sababdan bundan qo'rqishimni bilmayman. Balandlikdan pastga qaragan paytim yuragim orqaga tortib ketadi, deydi xonanda. Madaniyat vaziriga kuyov bo'lgan Yorqinxo'ja 2023-yilning 19-sentyabr kuni 31 yoshida Yorqinxo'ja Umarov O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning 3-qizi 17 yoshli Zinnuraga uylandi. 2 yoshning visol oqshomi poytaxtdagi restoranlardan birida bo'lib o'tdi. Men Yorqinxo'ja bilan Zinnuradan alohida yashayman. Kelinimning onasi Nazokatxon har kuni qo'ng'iroq qilib, "Zohida opa, oldilarda bo'ling" deydi. Ular bir-biriga juda yaxshi o'rganyapti. Ertaga farzandli bo'lsa, yoshlarning orasi ozgina qochadi. Farzandli bo'lguncha bir-biriga to'ysin deyman. Zinnura 17 yoshda turmushga chiqdi. O'g'lim bilan oralari 14 yosh. Ozodbekka rahmat. Yoshgina qizini Yorqinxo'jaga ishondi. Yorqinxo'ja kelinimni to'ygacha ko'rmagan-ku, shunday deb qoldi. Ayajon, ko'rish shart emas ekan, aqli, farosati bo'lsa bo'ldi ekan. Bu mening komplekt muhabbatim, deydi. Kelinim ham islom dinini sof qabul qilib, o'g'limga nikohgacha o'zini ko'rsatmaganiga rahmat degan edi Zohida Umarova to'ydan keyin bergan intervyusida. Juftlik 2024-yilning 15-iyun kuni o'g'il farzandli bo'ldi.